Do'stlar, bir xonali uylar ham 20 ming, 21 ming dollar sotilib turgan bir paytda sizlarga 24 ming dollarga 2 xonali kirib yashashga tayyor uy topib qo'yganmiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Matalkada joylashgan, Tantana yaqinida yo'lda bo'yida joylashgan 4 qavat uylarning birinchi qavatida 2 xonali kvartira. Holatlari juda ham yaxshi holatda. Ko'rishingiz mumkin, bu birinchi xonasi. Yangi remontdan chiqarilgan kvartira, abo'ylari tiniq holatda turibdi. Romlari esa akfa romlarda isitish tizimi, batareykalari qo'yilgan, faqatgina duv kontrolini o'rnatish kerak xolos. Yonginasida esa ikkinchi xonasi ko'rishingiz mumkin. Batareykalar barcha xonalarga o'rnatilgan, romlari to'liq akfa romlarda yangi remont qilingan kvartira. Oyoqdagi glamlar to'shalgan. Bu yerda oshxonasi joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, oshxona jihozlarini endi o'zingizga moslab o'rnatib olishingiz mumkin. Duv kontrol o'rnatishga va vitishkaga teshik ham hatto ochib qo'yishgan. Bu tomoni tashqaridan kirish qismi bo'ladi. Tashqaridan kirish koridor qismlari ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli holatda va umumiy sanuzel joylashgan bu tomonda aristollari o'rnatilgan. Do'stlar, shirin narxlarda uylarni qo'shda davom etyapmiz, ko'rishingiz mumkin. Bugungi manzilimiz ham xuddi shunday bo'lyapti. Birinchi qavatda 2 xonali kvartira, narxi 24 ming dollar. Albatta, qiziqqanlarga ozroq kam bor. Qiziqqanlar biz quyidagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Videoga like bosib, do'stlaringizga ulashishni unutmang. Bizga obuna bo'ling, sizlarga bundan ham zo'r uylarni davom etamiz.